Bu Shizot gapirdi, o'g'il gapirdi. Endi ko'rinchi jihatdan qarzdan boshlaylik. Ko'rinchi jihatdan qarz. Yo'q. Kamsiz bilan. Muxtor xafa bo'ladi. Sizdan qarang. Bunaqa so'zlasa yuvalay gapiraman, gapirish kerak. Sizdan bo'lsa, Ay, yuvasin. bizdan chiqar. So'z berishimcha bo'lsa. So'zga tushuncha nimaga? Bo'ldi, endi o'tirdingizmi do'qizga? So'zni o'qitdingiz. Aytaydi, doktor tez-tez. Gapiraverdi, yaxshi gapirasangiz. Nima, yaxshi gapiraveradi. Turishni shart emas o'zingizdan. Uzr gapiraver. Bizning taloqlarimiz bor, gapir. hali muzeydan boshlaymiz dedik gapni. O'tganimiz yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr, hamma soppa-sog', sog'lom, hech kim kamchilik yo'q. Yo'li do'stlar hammasi yonida. Biron bir odamda mudhish, biron bir qiyin narsa bo'lgani yo'q. Kelgan yil yaxshi yil bo'lsin. Eng kamida o'tgan yildek bo'lsin. Bunda ushlanmagan orzularimiz, niyatlarimiz, ayrim planlarimiz shu yil ushalsin. Yaxshi kunlar bo'laversin. Shu yilning oxirida ham, keyingi yilning boshida ham xuddi shunday qatordan kam bo'lib ketmay yig'ilish nasib qilsin. Do'stligimiz uzilmasin. Zokir Jo'rajonov tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Bu ikki marta telefon bilan gaplashilmadim. Xudo bergan umrni mazmunli yasha. Xudo umringni uzun qilib qo'ysin. Rizqingni keng qilib qo'ysin. Bolalaringga bosh qo'yir. Biz seni bolalikdan yaxshi ko'ramiz. Chin yaxshi ko'rish, oxirigacha yaxshi ko'ramiz. Biz uchun jo'ra bo'lib qolasan. Sog' bo'l Jo'rajon, tabriklayman. Hammalarni tabriklayman. Ura! Bari oliy ma'lumotlar. Biz yoshqa bo'lib qo'yishmaydi. Ha, bo'ldi. Bitadi bu. Oliy nuqtalarni qo'ymaydi. Bitta odam och qolib ketgan ovqat bilan band. Abdulla endi keldi. Ovoz keldi. Boyasana. Boya biz ketdik. Yonda ham ko'chada qolib ketgan. Bugun